Uzundan buyon Sharq Turkiston va Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida sukut qilib kelgan Turkiya Millatchi Hareket Partiyasining rahbari Davlat Bahçeli, Falastin prezidenti Mahmud Abbosning Uyg'urlar haqidagi so'zlariga kuchli raddiya berdi. Uzundan buyon Sharq Turkiston va Uyg'ur qirg'inchiligi to'g'risida sukut qilib kelgan Turkiya Millatchi Hareket Partiyasining rahbari Davlat Bahçeli, Falastin prezidenti Mahmud Abbosning Uyg'urlar haqidagi so'zlariga kuchli raddiya berdi. Mahmud Abbosning Uyg'ur masalasi kishilik huquq masalasi emas, balki terrorlikqa qarshi turish masalasi degan so'zlarini tanqid qilgan Bahçeli, bu bir nomussizlik, bu turk millatiga hurmatsizlik va haqoratdir dedi. Sharq Turkiston madaniyat va uchur markazining raisi Abdujalil Qarqash bu haqda bayonot e'lon qilib, biz Bahçelining bu maydondan minnatdor dedi. Qarqash ularni bildirdi. Oldi bilan men Bahçeli apandining bu masala to'g'risidagi bayonlarini chin dilimdan qo'llayman. Bu pozitsiya bir turk millatchisi bo'lishga arziydi va tabriklanadi. Ammo irqiy qirg'inchilikning qurboni bo'lish sifatimiz bilan Millatchi Hareket Partiyasi va Turkiyaning bu jihatda amaliy qadam tashish kerakligini yana bir qatim ta'kidlaymiz. Turkiya g'arb demokratik davlatlariga o'xshash Xitoyning jinoyatini irqiy qirg'inchilik deb qabul qilishi va konkret tadbir qo'llanishi kerak. Germaniyaning oldingi qatordagi avtomobil ishlab chiqaruvchilari yangi ta'minlash zanjiri qonuniga asosan davlat ichidagi shirkatlar ustidan sunilgan tunji rasmiy arizning birida Xitoydagi ta'minlash zanjirida majburiy emgak ishlatgan deb ayblandi. Seshanba kuni Berlindagi tapovatsiz tashkilot bo'lgan Yevropa asosiy qonun va kishilik huquq markazi Germaniya nazorat qilib boshqarish tarmoqlariga Volkswagen, BMW va Mercedes-Benzning Xitoyning Sharq Turkistondagi majburiy emgak siyosati bilan munosabati bor deb ariz sunganligini aytdi. Xitoy kommunist hokimiyati Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik jinoyatini davomlashtirish bilan birga Sharq Turkistonni xitoylashtirish razil plani bo'yicha har qaysi viloyat shaharlarda yasli yeshidagi bolalarni yig'ib olish o'rinlarini ko'paytmoqda. Wang Yi to'rining 14-iyundagi xabarida ma'lum bo'lishicha, G'ulji shaharlik ma'rif idorasi asosiy qurilish bo'limi Xitoyning zo'r kuch bilan mablag' solib yasli yeshidagi bolalarni yig'ib oladigan o'rinlarni ko'paytganligini oshkorlab, G'ulji shahridagi bu yaslining o'qitish binosi qurilishi turiga jami 25 million yuan mablag' solinganligini, tur bitgandan keyin 450 o'quvchini ko'paytib qabul qilg'ili bo'ladiganligini, shuning bilan birga G'ulji shaharlik 30-yaslimu xaridor chaqirishni tamomlaganligini, qurilish qiluvchi taraf qurilish maydoniga kirib, qurilish tayyorligini qilib bo'lganligini bildirgan. Amerika prezidenti Joe Biden Xitoy prezidenti Xi Jinpingni mustabid deb ishorat qildi. Biden Kaliforniyadagi bir faoliyatda so'z qilganda Xi Jinpingning 2-oyda Amerika havo boshlig'iga kirgan Xitoy josuslik sharidan tushib ketishiga bo'lgan inkosiga norozilik bildirgan. Biden mundaq degan: "Men astoydil da'vataman. Mustabidlar nemish bo'lganligini tushunmasa, bu bir nomus." Amerika Davlat Mudofaa Ministerligi Amerikaning Ukrainaga qilgan 2 yillik qurol-yarog' va uskunlarning yordamining qimmatini 6 milliard 200 million dollar deb mo'ljallanganligini e'lon qildi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jo'mart To'qayev navbatdagi mushkul jug'rofiyalik siyosiy davrda Germaniya iqtisodiyotini zarur energiya va xom ashyo bilan ta'minlaydiganligini aytdi. Xabar qilinishicha, To'qayev Ostonada rasmiy ziyoratga kelgan Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeierni prezident ordisi Oq Orduda murosim bilan qarshi olgan va suhbatda yuqori so'zni aytgan.